ChatGPT'ni o'chirib tashlang, chunki hozir ko'rsatadigan saytim orqali siz Instagramingizni avtomatizatsiyalashtira olasiz, daromad qila olasiz va Instagram akkauntingizni rivojlantira olasiz. Hozirgi kunda bu platformaning imkoniyatlari juda katta, chunki Meta bilan ofitsial shartnomalari bor va ichidagi sun'iy intellekt bilan siz 5 tadan 10 tagacha slaydli karusellar yasasangiz bo'ladi, havola orqali kontent tahlilini qilsangiz bo'ladi, so'rov bo'yicha video qidirasiz va hozirgi kunda nima qanaqa kontent ishlayotganini ko'rsangiz bo'ladi. Reelsiz uchun g'oyalar ola olasiz va profilingizni optimallashtirsangiz bo'ladi, bio va hokazo. Oylik kontent reja tuzib va Reels bo'yicha fikr mulohaza qilsangiz bo'ladi sun'iy intellektni o'zi bilan. Masalan, Reels uchun g'oyalar tugmasini bosadigan bo'lsangiz, sun'iy intellekt sizni profilingizni analiz qilgan holatda to'g'ri prompt yozib beradi va chatga uni jo'natadi va sizga g'oyalarni o'sha sun'iy intellekt jo'natib beradi. Uni ichidan o'zingizga keraklilarini tanlab olsangiz bo'ladi. Qaysidir yoqmaydigan bo'lsa, uni mulohaza qilib, o'zgartirib va oxiri o'zingizga to'g'ri keladigan va ishlaydigan kontent rejalarini sizga tuzib beradi. Shularni o'zida platformaning imkoniyatlari cheklanib qolmaydi. Bu yoqda siz o'zingiz uchun chatbotlarni yaratsangiz bo'ladi yoki AI agentlarni yaratsangiz bo'ladi. Platforma bilan to'g'ri foydalanishni o'rganmoqchi bo'lsangiz, AI agent, chatbot agentlarini qanday qilib yaratishni o'rganmoqchi bo'lsangiz, men video darslik tayyorlab qo'ydim. Izohlarga agent so'zini yozadigan bo'lsangiz, men sizga shu videolarni dostupini jo'natib beraman.